Xudodan sen nimani so'rasang, xuddi o'sha narsani olasan degani chin ekan. Men doim yolg'izlikda rivojlanishda, o'sishni xohlaganman. Chunki har doim dugonalarim ko'p bo'lganligi uchun, masalan, o'zim bo'lsam-da, o'zim yolg'iz bo'lsam-da, vaqt o'tkazmasam, uni o'rniga o'qisam yoki boshqa narsalar, yaxshi foydali narsalarga o'tkazsam, bir o'zim bo'lsam, zo'r bo'lardi degan fikrlar har doim o'tkazganman. Shu yerga kelib xuddi shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun har doim nimadir so'rayotganimizda ehtiyotkor bo'lib so'rashimiz kerak ekan. Bizda yangi yil o'tkazib berildi. O'shaning uchun anaqa qizil kartochka tarqatdi. Uning ichidan 5 yuvanchiqda videoda ham ko'rsatib ketganman. Mana shu challenjda eng katta yutug'im bu men kun tartibimni to'g'irlaganim bo'ldi. Boshqa narsalarda aytadigan bo'lsak, u ko'proq vaqt oladi. 1 oy, 2 oy, 3 oy balkim qanchadir vaqt ketar u narsani to'g'irlaguncha, lekin kun tartibimni to'g'irlaganim uchun men juda ham xursandman. Ertalab tura olmaydigan, kechasi uxlolmaydigan odam edim. Hozir 9:10 da shunchalik darajada uyqum keladi, uje undan nariyog'iga telefon qo'limga mushlagim kelmaydi, faqat uxlasam bo'ldi degan fikr bo'ladi. Kun tartibimni umuman boshqacha tarzda to'g'irladim. Keyingi videolarda kun tartibim qanday to'g'irlaganligim haqida aytib o'taman. Sahifam foydali bo'lsa obuna bo'ling, like bosing. Paka-paka.